omad bilan boshlaylik. Nuravkan to'p oldida zarba yo'llandi. Abduvohid topgandek edi-yu, salgina, ozgina yetib bordi. Ozgina. Yaxshi hujumchisi bo'lib turibdi. Agar fakt bo'yicha gapiradigan bo'lsa. Shu yerda ham mana hozir hal qilish kerak. Beyranbandga qarshi. Eldor zarba, bir-bir. Ishonchli. Orbani Ne'mat. Hop. Tomosha qilamiz. Orbani. Zarba markazga ketdi. Abduvohid esa boyagidek nariga. O'z qarama unga Jamshid. Fursat berildi. Zarba. Iskandarov ham markazga ketdi. Ham markazga ketdi. Orbaniga o'xshagan joyi. Va yaxshi Ne'matov farazandidek qutqardi. Fursat bor. Abdullayev judayam ishonch bilan tepyapti, pastki burchakka yumalatib. Mana yana bittami? Yana bitta bo'ldi. Zarba yo'q. Bu safar topa olmadi Ne'matov. Rustamning ham ana Shumatovning zarbasi kuchli tepdi. Beyranband yetib bora olmadi. Bu to'p hozir qahramonga aylanishi mumkin. Va aylandi. Qoyil rahmati Abduvohid. Ey. Shaxsan beraman deyapti to'pni. Kim tepadi bizda oxirgi zarba? Ana o'shanga beradi to'pni hozir Abduvohid. Beyranband chalg'itishga qancha harakat qilmasin, Akmal sovuqqon futbolchi. Ishonamiz. Zarba! Gol! Yana yutdik Eronni. Ketma-ket ikkinchi marta penaltilar seriyasida, lekin o'sha qizil bilan yanada bu g'alaba yoqimli bo'lyapti bizga. Zo'r tepdi. Akmal Mazgavoy chiroyli